Xayrli kun aziz yurtdoshlar. Mana очередной zakazimiz yakuniga yetdi. Bu yerda nima ishlarni bajardik? Konditsionerdan oqqan kondensat devorlarni juda ham rasvo holatga keltirib tashlagani uchun biz polipropilen turbalar bilan akkuratni olib chiqib slivka urib yuborganmiz. Dальше ko'rsataman. Ikkinchi konditsionerimizni akkuratni teshib turib, ko'rinmaydigan cho'tka qilib o'rnatib berganmiz. E'tibor bersangiz orqasida germetizatsiyalarni qilib va bu yerda bizda 4 ta konditsionerimiz bor. Buni akkuratni polipropilen turbalar bilan tepadagi 3 tasini ham bitta qilib через тройник akkuratni pastga tushirib, maksimalniy iloji boricha akkuratni bajarib, mana shunday pastga tushirib o'rganmiz. Чтобы kondensat hamma yog'i rasvosini chiqarmasligi uchun. Ko'rib turishingiz mumkin, devorlarni hammasini yangilik holatga keltirib tashlagan. Uni qolaversa yonkis qo'yib, momentlardan oqib podvalga tushib ketayotganligi sababli shuni решение qilganmiz. Kelajakda remont qilayotganda uni hammasini ichkariga olib kirib qo'ysa bo'laveradi, ko'rinmaydigan holatda bo'ladi. Bitta tak.